Assalomu alaykum hurmatli talabalar. Tizimga kirganimizdan keyin bir nechta qadamlarimiz bor. Mana bu yerda talaba haqida ma'lumotlar so'ralgan. Ta'lim ma'lumotlari, keyin talabaning baholari bo'yicha transkript va rezyume CV yuklash aytilgan. Ikkinchi qadamda esa tavsiyanomalar. Ilmiy rahbariyat tomonidan, ilmiy rahbaringiz tomonidan tavsiyanomalar va dekan tomonidan tavsiyanomalar yuklanadi. Ilmiy maqola qismida esa agar talaba o'zi jurnallarda, kitoblarda maqola yuklagani bo'yicha ma'lumotlarni elektron tarzda yuborish kerak. Xo'sh, mana bu yerda esa talaba egallagan yutuqlari bo'yicha o'sha elektron variantda PDFlarni yuklash kerak. Xo'sh, 5-qadamda esa talaba biladigan barcha til sertifikatlari mavjud bo'lsa, shuni elektron tarzda yuklash kerak. Xo'p, birinchi qadamni boshlaymiz. Birinchi qadamda talaba ma'lumotlarini to'ldirish. Xo'sh, bu yerda qaysi fakultetda o'qiysiz, o'sha fakultet yoziladi. Mutaxassisligingiz bo'yicha mana bu yerda izlashingiz kerak. Xo'sh, kompyuter injiniringi, ta'lim shakli kunduzgi, ta'lim turi bakalavr. Xo'sh, kursingizni tanlaysiz. Misol uchun birinchi kurs. Xo'sh, akademik natija mana bu yerda Hemisdan transkript olganingizda eng oxirida chiqib turadigan GPA ball. Misol uchun 3.8 deylik. Keyin mana bu yerda o'sha shu transkriptni PDF variantini yuklashimiz kerak. Xo'sh, keyin mana bu yerda rezyume bor. Rezyume namunasi ham keltirilgan. Bo'lsangiz agar rezyume namunasi sifatida keltirilgan ma'lumotlar bor. Xo'p, ma'lumotlarni ko'rib chiqib, shu bilan bir xil qilib, endi bir xil emas, o'zingizga moslab, saqlanib qilib, keyin mana bu yerda yuklashimiz kerak. Xo'sh, keyingi qadamga o'tamiz. Keyingi qadamda ilmiy rahbarning tavsiyanomasi va dekan tavsiyanomasini yuklashimiz kerak. Tavsiyanoma qachon berilgan? Sanasini kiritamiz. Xo'sh, faylni belgilaymiz. Xo'sh, dekan tomonidan tavsiyanoma qachon berilgan? Va faylni elektron shaklda yuklaymiz. Keyingi qadam. Keyingi qadamda yangi maqolalarni qo'shish. Maqolani mavzusini nomini kiritishimiz kerak. Misol uchun mana bu yerda maqola turlari bor. Bu yerda qandaydir xatolik bor uchun chiqmayapti. Maqola turini tanlashimiz kerak. Keyin qachon nashr qilingan sanasini yozishimiz kerak. Qaysi jurnalga maqola chiqarilgan bo'lsa agar, shu maqolani yozishimiz kerak. Agar do'yi maqola silkasi bo'lsa agar, shu silkasini yuklashimiz mumkin. Keyin mana bu yerda esa faylni, maqolani faylini o'zini yuklashimiz kerak bo'ladi. Saqlash. Bu sahifada bir nechta maqolalarni yuklash mumkin. Shu sababli mana bu yerdan ikkinchi maqolani saqlash tugmasini bosgandan keyin ikkinchi maqola ma'lumotlarini kiritib, mana pastda ko'rishingiz mumkin. Qayta yuklab olish yoki tahrirlash ham mumkin. Agar statusi hali kutilmoqda bo'lib turgan bo'lsa agar, maqolani o'chirib tashlash ham mumkin mana bu yerda. Xo'p, keyingi qadamga o'tamiz. Keyingi qadamda talabaning yutuqlari.
Qo'yish mukofot berilgan sanani yozamiz. Qo'yish mana bu yerda esa o'sha mukofotni elektron variantini yuboramiz va saqlash qilamiz. Bu yerda ham xuddi shunday bir nechta qo'shish mumkin va mana bu yerda kutilmoqda bo'lib turgan holatda o'chirib tashlash imkoniyati mavjud. Keyingi qadamga o'tamiz. Ushbu sahifada til sertifikatini yuklashimiz kerak bo'ladi. Mana bu yerda til sertifikatini yuklash bo'yicha IELTS va seferlar mavjud. IELTS yoki seferlarni yuklashimiz kerak bo'ladi. Qo'yish IELTSni tanlaymiz. Misol uchun IELTSni sertifikatining raqami bo'ladi doim. Shu raqamni yuklaymiz, yozamiz va qachon olganmiz, sertifikat berilgan sanasi. Va mana bu yerda esa sertifikatning elektron variantini yuklaymiz. Saqlash. Bu sahifadan ham bir nechta sertifikatlarimizni yuklashimiz mumkin bo'ladi. Va ariza holatini ko'rish tugmasi bor. Bosganimizdan keyin mana kutilmoqda statusida biz 5 ta qadamni ham yuborganmiz. Tasdiqlangan holatda 0 ta turibdi. Hali hech kim bizni yuborgan ma'lumotlarni tasdiqlamagan va rad etildi 0 ta turibdi. Hali hech kim maqolalar o'sha biz yuborgan ma'lumotlarni rad etmagan.